Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugungi montajimiz yakuniga yetdi. Sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Bu joyga ko'rib turganlaringdek terraska o'rnatib berilgan. Jami kvadrat 32 kvadrat bo'ldi. Narxiga kelsak, narxi 25 million so'm bo'ldi. Sizlar bittadan laykni bosinglar, men sizlarga to'liq bitta obzor qilib beraman. Romlarimizni balandligi 2 metrdan, enlari 270 dan bo'lgan bitta qismiga mana bunaqa eshik o'rnatib berganmiz, ikki qanotli. Eshigimiz endi 1.30, balandligi 3 metr, yon bokovoylari rom bilan bir xilda 2 metrdan. Aynalarga kelsak, 2 qavat oyna qo'yilgan, oqqa qora stiklo paket qilib berilgan. Tashqi tomoni qora, profilga moslab qora rang tayinlanganmiz. Hozir oxirgi montajimiz ishlari, shu pena quyish ishlari ketyapti. Ichkari tomondan ham sizlarga ko'rsataman. Eshigimiz mana holati, ochilib yopilishi juda yaxshi, yengil ishlaydi, xudo xolasa. Ichkaridan ko'rsataman sizlarga yana. Juda yaxshi, zamoklar yengil, ochib yopilishi oson. Ko'rib turibsizlar, mana bunaqangi rolikli zamok qo'yib berganmiz. Podakonliklarimiz 30 lik, butun holatda qo'ydik, o'sha 6 metr bo'ladi uzunligi. Butun holatda hech qanaqa o'rtada uzilishlarsiz qildik. Faqat bu joy 6 metrdan uzunligini hisobiga bitta to'sinni to'g'risida sik qo'yilgan. Burchaklari mana bunaqa kesib, graduslar chiqarilib, polni qatirib mahkamlab chiqdik. Penalar to'liq quyildi. Taglari, yonlari, hamma tomonlama penalari quyildi. Ochilishlari hamma romda bittadan qo'yilgan. Mana bunaqa ochilishida hech qanaqa muammo yo'q, yengil ishlaydi. Sifati xudo xolasa yaxshi, xizmat qiladi ancha. Bu tomon ham aytganimdek xuddi shu holatda podakonliklar qo'yilgan, penalar quyildi. Har bitta romda bittadan ochilish qo'yib berilgan. Ko'rib turibsizlar, tevalar bilan aylantirib polni nima deydi, penalarni quyib chiqdik. Hech qanaqa kamchiliklari qolgani yo'q, xudo xolasa. Tashqari tomondan ham yana bitta общий planda ko'rsataman. O'rtoqlar, ko'rib turibsizlar, ishlarimiz shunaqa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi WhatsApp, Telegram raqamlarimiz bor. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Razmerlar bo'lsa hisob-kitob qilib beramiz. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'ladi. Kelishilgan holda narxini qaytarib o'taman. Shu ko'rib turganlaring bari ishlar 25 million so'mga tayyor bo'ldi. Kvadrati 32 kvadrat. Bemalol WhatsApp, Telegram orqali aloqaga chiqishingiz mumkin.